Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra siz moped va skuterlarni tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasi asosida boshqarishingiz kerak. Vazirlar Mahkamasining 676-sonli qaroriga asosan 16 yoshga to'lganingizdan keyin mustaqil ravishda A1 kichik toifasini olib, moped va skuteringizni davlat ro'yxatiga o'tkazib, keyin boshqarishingiz kerak. Bilasizmi? Yoshingiz nechida? 14 da. 14 yoshda sizga skuter boshqarish mumkinmi? Yo'q. Siz avvalambor yoshlarga o'rnak bo'lishingiz kerak. Yoshingiz katta. Siz yana hujjatlarsiz skuter boshqarib kelyapsiz. Davlat ro'yxatida o'tkazmadingiz. Davlat raqam belgisi taqmadingiz. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmoq, hurmat haydovchi. Kelasi safar bunday qoidabuzarliklar sodir etmang, maylimi? Nima ishlaysiz? Kiyish. Ishib skuter haydab kelyapsiz. Skuter haydab kelyapsiz. Skuteringiz vaqt saqlash uchun jarimalarni qo'yiladi.